energiyamiz bordi, pul ilmi degan darslar ham qildik. Men tushundim, doim qila olmas ekanman. Yaxshi ham zapis qilgan ekanmiz, yaxshi ham yopiq darslar qilgan ekanmiz. Hozir men darslarimni olganlarga hamma narsalarga hadya bundan boshlaydi, bundan boshlaydi. Bizneslarning problemasi finansiy gрамотностьlar yo'qligidan taqalyapti. Hatto biznesini pulini boshqaryapti. Sababi shaxsiy pulini boshqa yozmaydi. Elementarni juda bo'lmasa bilmayman. Bugun gapimni ko'rsa, istalgan pulni boshqaradigan приложениeni olinglar-da, har bir sim dohodinglarni, расходinglarni yozishga odat qilinglar. Telegram, Instagram, Facebookga ham vaqtinglar ketadi-yu. Yozish uyat bo'lmasin, yozish zapadlo bo'lmasin, yozish maydalashgandek bo'lmasin. Yo'q, men bilmayman, 20 ming parkovkaga pul ishlatsam ham parkovkaga ishlatdim deb yozaman. Obedga kirsam ham yozaman, sartaroshga kirsam ham yozaman. Istalgan narsani yozish kerak. Odam keldi, ketdi. Tayyor приложениялар bor. Men приложениeni istalgani, nomini ham aytmayman. Yuzlab bepul приложениялар bor. Olish kerak, pulli hisobini qiladigan. Chunki o'tgan yillik hisobiga qarab, bu yil mana nima hisoblarim bor. Svet oshdi, gaz oshdi, boshqa narsalar oshyapti. Demak, prognoz qilsa bo'ladi. O'shaning uchun daromadni, rasxodni orttirish ilmini o'rganish kerak. Bu yoqda istalgan odamni hayotidagi xarajat, hayotidagi maqsad rejasi xarajatga olib taqaladi. O'shaning uchun ozgina finansiy ilmni, men o'zim finansist bo'lganim uchun shaxsiy pulimni ham 27 yildan beri yozib yuraman. Biznesga hamma pullarimni ham yozishiga manman. Hasan akamga yoqmaydi yozishingizni. Men boshimga xotirman, Husan mas'ulda uradilar. O'shaning uchun buni bilinglar deyman. Bu istalgan katta biznesga chiqishi matematikasi xuddi 1+1 da boshlangandek shundan boshlanadi. Katta biznes egalariga ozgina biznesni tizimlashtirish ilmini o'rganish kerak. Tepadan qarash ilmini o'rganish kerak. Istalgan joyda, men Husan akani darsini oling, buni oling demayman. Istalgan joyga o'zingizga bolalaringlarni o'qishiga bugun xususiy maktabga pul ajratyapsizlarmi? Masalan, Toshkent sharoitida hozir 3 milliondan 10 milliongacha bir oyga darsiga to'layapti ota-onalar. O'zingizga qachon oxirgi marta 1000 dollarga ilm oldingiz? Qorni og'riydi. Bolangizni o'qitgani u 15 yil, 20 yildan keyin mevasini beradi. O'zingizga o'qiganingiz, bugun o'qisangiz, ertaga mevasini olishni boshlaysiz. O'shaning uchun zapadlo bo'lish kerak emas o'qish, infaloli deyish kerak emas, sigan deyish kerak emas, farqi lo'ttoz deyish kerak emasda o'qish kerak. Farqi yo'q. Begzod akamni ko'rdingizmi? Pulli darslar bo'lsa ham boring. Shirinni gaplarini ko'rdingizmi? Pulli darslar bo'lsa ham boring. Istalgan odam, psixologga ham malham bo'lyaptimi? Boring ko'ring. Qanaqa qonun chiqaradi, qanaqa nima qiladi, bo'ldi. Bir narsa oldingizmi, baraka topdingizmi, bo'ldi, men ketkizgan vaqtimga, pulimga roziman. Men bugun kechadan zo'rroq bo'lishim kerak, ertaga bugundan zo'rroq bo'lishim kerak deydigan narsani qilish kerak. Va bu faqat va faqat ilmga bog'liq. Pulligiga qorningiz og'riyaptimi, shu odamning gapi yoqdimi, hatto Husan akaning gapi yoqdimi, Telegram, Instagram, Facebookga kiringlar, YouTube'ga kiringlar, Husan bo'lmasa desanglar, My Life Planner deysizmi, pul ilmi 1000 ta narsani bepulga qo'yganman. Ko'rib, kuzatishni boshlaylar. Men o'zim pulli narsalarni olgungacha, farqi yo'q, Vysotsky deydi, Evolution deydi, boshqa ATM deydi, meni rosa target qilardi. 18 ming, 38 ming, 58 ming dollar darsin. Men qimmat dedim. Hamma bepul videolarini ko'rishdan boshladim. Yani menga hali noyabrskiy nima deydi, Chorniy pyatnitsada 18 ming narsasini 10 mingga berganda ham qornim og'rirdi. Bepulni ko'rdim, tushundim, o'zim qilaman dedim. Yo'q, baribir pulligini oldim, tushundim nimaga qarzim ko'pligi, nimaga xato qiladi. Pulli dars olgandan keyin 600 ming dollar qarzim 300 ming bo'ldi. 300 ming dollarlik qarzim mana kecha bugun 0 bo'ldi. Xudoga shu 2 yilda 600 ming dollar qarzni 0 ga olib kelish ilmi bor-da. O'zimizcha hali 1000 dollar to'lashga qornimiz og'rirdi, yana qarzimiz ko'payardi. Bundan buyog'i bo'ldi, qarzga kiryapsizmi, bu simptom. Bundan buyog'i kallangiz ishlamayaptimi, bu simptom. Pulingiz ko'p bo'lganda ham o'qing, pulingiz minusga kirib ketayotganda ham o'qing. Unisiga ham o'qishingiz kerak, bunisiga ham o'qish kerak. Byudjet bo'lsin. O'zimni yaxshi ko'raman. Bitta kiyimni kamroq olaman, obrazovaniyaga tikkan pul o'zini tez oqlayapti. Bizda odatda qatta pul zo'r kelsa o'shanga tikamiz. Men necha pul tikkan bo'lsam, pulim 5 karra 10 karra chiqib ketdi. Mana shu yaxshi yil tikkan narsam, ro'y 38 ming dollarim, 600 ming dollar qarzimni yopishimga sabab shu. 2 yilda men 600 ming dollar yopgan bo'lsam, bu yog'i 1 yilda o'sha 600 ming dollar topadigan ilimim yonimda bor degan logika bor-da. O'shaning uchun kim nima desa desin, istalgan narsa chizyaptimi, ikkilanmasmi, bo'ldi, birovga gapirmang. Qo'shningizga, uydagilarga, boshqa gapiringizni gapiraveradi. Boring o'qing, onlaynmi, offlaynmi o'qing, zo'r bo'lasiz. Yoqmadimi? Ha, bu ham dars. Bundan zo'rrog'ini toping. Bo'lmasa bepuldan kuzatishni boshlab, ustoz deb xilos qildingizmi? Olish kerak, ilmini olish kerak. O'sish kerak.